Diqqat! Rasmiy xabarlar olami kanalimizda ogohlantirish. 4-dan 7 aprel kuniga bo'ladigan ob-havo ma'lumotlarini sizning e'tiboringizga havola etamiz. Havola etibgina qolmay, sizlarni faqatgina ogohlikka chorlaymiz. Yo'lda yuradigan, sayohatga chiqayotgan insonlar diqqatiga juda ham ehtiyotkor bo'ling. 4-7 aprel kunlari yomg'irlar yog'ishi sababli tog' oldi va tog'li hududlarda sel, suv toshqini xavfi mavjud. Xavfli hududlar: Qashqadaryo, Yakkabog', Dehqonobod, Chiroqchi va boshqalar. Surxondaryo, Sariosiyo, Uzun, Denov va boshqalar. Samarqand, Urgut, Nurobod, Payariq va boshqalar. Navoiy, Jizzax, Toshkent, Namangan, Farg'ona va Andijon viloyatlarining tog'li hududlari. Ehtiyot choralari: tog'li hududlarda harakatlanuvchi haydovchilar va dam oluvchilar ehtiyotkorlikka rioya qilishlaringizni so'rab qolamiz. Yomg'ir suvlari to'planishi sababli hududlarni suv bosishi mumkin. Tezkor va so'nggi ob-havo yangiliklarini barchani xabardor qilishni iltimos qilib qolamiz. Yaqinlaringizga videorolikni yuborib, ularni ham ogohlantirib qo'ying.